mazkur do'stlik uyiga ko'chib kelganimizga 3 yil bo'lgan bo'lsa-da, lekin buning tarixi, ya'ni markazimizning tarixi 30 yilga borib taqaladi. Ya'ni mustaqilligimiz bilan tengdosh desak mubolag'a bo'lmaydi. Va albatta mana shu davr jarayonida biz juda ham ko'p tadbirlarda qatnashganmiz va bu jarayonlar yana davom etyapti. Milliy markazimizda deyarli har kuni mashg'ulotlar bo'ladi. Juda ham gavjum bo'ladi, chunki bu yerda to'garaklar tashkil qilganmiz. Ko'rib turibsiz, ham milliy shaklda, mana milliy tarzda bir chiroyli ko'rpachalar to'shalgan, chiroyli o'tirib qo'shiqlar ijro etib, hangomalar qilib degandek. Asosan o'sha viloyatimizda 270 mingdan oshiq aholi, ya'ni tojik millatiga mansub bo'lgan aholi yashaydigan bo'lsa, ular asosan hunarmandchilik. Demak, yuqorida ham aytib o'tdim, bu hunarmandchilik bizda juda ham rivojlangan, nafaqat O'zbekiston, nafaqat qo'shni davlatlar, balki hattoki dunyoni bir chekka xorijiy davlatlarda ham o'z pichog'i bilan mashhur. Chusti bilasiz, do'ppilarimiz juda ham dunyoga mashhur. Ta'lim sohasiga qaytadigan bo'lsak, viloyatimizda umuman Pop tumanida, Kosonsoy, Chust tumanida ta'lim tojik tilida olib boriladigan maktablar faoliyat yurityapti. Albatta farzandlarimiz ana shu nafaqat maktablarda, hattoki bog'chalarda ham mana shu ta'lim jarayoni tojik tilida olib boriladi. Poptongi gazetasida, Kosonsoynoma gazetasida va Chust haqiqati gazetasida tojik tilidagi sahifalar chop etilyapti. Va albatta 30-iyul mana shu do'stlik uyida juda ham keng nishonlandi. Albatta viloyatimiz hokimi rahbarligida tashabbuslari bilan tashkil etilgan bu narsani, bu tadbirlarda turli millat vakillari qatnashdi. Tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar, hatto ukrainlar, boshqa millat vakillari juda ham faollik bilan qatnashdi. Dil muqimi köy jonon astuman injo g'arib, chun kunat bechorai miskin tanho g'arib, orzumandu xeshamu yoronu xesh dar g'aribi jon basaqti medihad miskin kamol vo g'aribo vo g'aribi vo g'aribo vo g'arib.